Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan Frozone PUBG o'rtoqlar. Bugun qanday qilib PUBG Mobile'da 3.8 versiyada 120 FPS qilishni o'rgatib o'taman. Kanalga like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Avval bizga shu 3 ta приложение kerak bo'ladi. Hozir o'rtoqlar, nima qilsam orqamdan shuni teppa-teng qaytarib o'tasizlar. O'rtoqlar, shu hammasi menda yonib turibdi. Hammasi sizlarda o'chib turgan bo'ladi. Hammasini birin-ketin sizlar ham yoqib chiqasizlar. Xuddi shularni qilib bo'lgandan keyin PUBGga kirsanglar ham bo'ladi uje. Mana bolalar, boya grafikadan hozirgi grafika boyagidan ancha stabilniroq ishlayapti. Kanalga like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Hamma foydali kontentlar faqat shu kanalda bo'ladi. Aytmoqchi o'rtoqlar, sizlarga ham grafik dizayner kerak bo'lsa, mana shu dizaynerga murojaat qilasizlar. Meni nomimdan kelsanglar, skidka qilib beradi. Bemalol yozaverasizlar o'rtoqlar. Red Designer, номер 1 dizayner.